Assalomu alaykum barcha asal ishqibozlari, asal biznesi bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz. Bugungi kunimiz 2026-yil 29-aprel kunidagi ushbu asal mahsulotlarimiz. Agar kimga kerak bo'lsa, bu 700 kilo 1 tonnaga asalimiz qolgan. Hammasi toza asal. Shunday holatda qotgan edi. Issiq bo'lganda bo'shi mana. Shu asallarimiz bu. Ranglari ham holati ham shunday holatda. Ta'mi ajoyib. Paxta asal, hidi asal. Keyin mana bu asalim bor. Bu 2024-yil asali. Shunday holatga qip-qizil. Mana shu asal narxini agar optimal oluvchilarga 70 ming, qolganlarini 65 mingga qilib beraman. Har birini. Kilosi 65 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Sarvasiyo qishlog'ida turibdi. Qotgan shunaqa asallar. Hammasi toza asal, garantiyalik. Xudo xolasa. Shunday holatda asallarimiz. Shunday holatdagi asal. Asasi yorug'i ham bor. Makaskaligi ham bu.